Assalomu alaykum hörmətli ustozlar. Kitap anglashni va kitap o'qishni o'zining kundalik odatiga aylantirgan suyimlik do'stlar. Kechkinglar xayrlik bo'lsin. Erkin Sidiq yazmalari 7-ci qism Turmuşning muhim soatlari va savoqlari degan kitobimizning tirishchanlik va ibodat degan qismini boshlaymiz. Kitap yozuvchi doktor Erkin Sidiq, ovozda Istanbuldan Layla qiz. Kitap o'qilgan kun 2018-24 sentabr dushanba. Tirishchanlik va ibodat 2015-yil 10-oyning 30-kuni. Oldingi 4-5 yil vaqt ichida menga Uyg'ur diyari va ishkirki o'lkalardagi oliy maktablarda o'qiyotgan ukalardan kelgan ilxatlarda menga eng ko'p yetkazilgan ahvoldan yana biri bor. U bo'lsa-mu o'qishda yaxshi o'qiyotganlar e'tiqodda sus, e'tiqodda kuchli bo'lganlar bo'lsa o'qishda sus bo'lib, bir maktab yoki bir shaharda o'qiyotgan o'quvchilar orasida ashundaq ikki guruhga bo'linish yuz bergan. Bu ikki guruhni ayirib turadigan tam borgan siri egizlab, o'xshamagan guruhga tava o'quvchilar birlikda faoliyat elib berish u yoqda tursin, o'zaro gap qilishmaslik darajasiga berib yetgan. Маңа ашунда xatlarni yozgan ukalarning hammasi mendan mushu masala ustida bir oz qalam tavritib, ashundaq vaziyatni o'ngishib elish uchun kuchab beqishimni iltimos qildi. Yuqoridagi ikki xil kishilardan boshqa, men o'z atrofimda uchratib turadigan hamda chet elda men anglab turadigan 3 xil kishilarmi bor. U bo'lsa-mu taqvodorlikni normal qilib mangdigan, o'zining o'qishi, kasbi yoki xizmatimi talablarga loyiq o'rindab mangdigan, ammo yurt va yurtdagilar bilan hamda millat bilan asosan kor bo'lmaydigan kishilar. Men yuqoridagi 3 xil kishilar ustida ko'p o'ylandim hamda o'z-o'zimdan mundaq savollarni so'radim. Allohning Qur'ondagi so'zlarida musulmonlarga qo'yilgan qanday talablar bordir? Faqat taqvodorlikni yaxshi qilib boshqa ishlarga e'tiborga olmaydigan kishilarga Alloh va dinimiz qanday qaraydigandir? Taqvodorlik bilan o'qish, xizmat yoki o'z kasbini yaxshi qilib, faqat o'zining va o'z oilasining manfaatini o'ylab, boshqa kishilarga va millatga ko'ngil bo'lmaydigan kishilarga Alloh va dinimiz qanday qaraydigandir? Ammo u savollarga javob bo'laoladigan bilimlarga toki yaqingacha erisholmadim. Shunglashqa hozirgacha bu haqda qalamni tavritolmadim. Agar biz ibodat degan so'zning ma'nosini faqat taqvodorlik deb tushunsak, hamda musulmonlar dunyosini yaqindan ko'zitib boqadigan bo'lsak, ibodatda bor, ammo boshqa ishlarda yo'q, yoki ibodatda bor, ammo boshqa ishlarda o'rin kishilarning soni ancha oz emasligini bayqaymiz. Ya'ni, yuqoridagi ahvollar hargizmi yolg'iz Uyg'urlardalam sodir bo'layotgan hodisa emas. U butkul musulmonlar dunyosida mavjud. Hatto ba'zi joylarda intayin og'ir bo'lib, mening his qilishimcha, musulmonlarning yaqinqi necha asrdan buyon dunyo taraqqiyotining orqasida qilishiga sabab bo'lgan eng muhim omillarning biri dal shu. Mening his qilishimcha, Uyg'ur yoshlari orasidagi hozirgidek ibodatga e'tibor berib, o'qish va xizmatda tirishmaydigan yoki ibodat bilan o'z o'qishi yoki o'z xizmatini yaxshi qilib boshqa va millat bilan kor bo'lmaydigan ahvollarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillarning biri dal Qur'ondagi bir qism oyatlarni to'g'ri yoki to'g'ri tushunmaganligi bo'lishi mumkin. Masalan, Qur'onning Uyg'urcha tarjimasida mundaq bir oyat bor. Jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Diniy ziyolilik salohiyatiga ega emas odatdagi kishilar yuqoridagi oyatni o'qisa, men taqvodorlikni mukammal qilib, boshqa hech qanday ishlarni qilmasam cho'qim jannatga kiralayotganman deb o'ylab qilishi mumkin. Men to'rlarni izlab ko'rsam, yuqoridagi oyat inglizchaga mundaq 3 xil tarjima qilinibdi. Jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Jinlarni, insonlarni faqat menga xizmat qilish uchun yaratdim. Jinlarni, insonlarni faqat menga itoat qilish uchun yaratdim. Yuqoridagi 3 jumla so'zning ma'nolari nihoyat zo'r farqlar bor.
Mən yaqında Misirning Qahira şəhərində oxuyotqan bir Uyğur dinni ziyoli ukamiz bilan paranglashqanda, uningga yuqorqi oyatning ishini dedim. U menga javob berib, bu oyatdagi ibodat degan so'z yolg'iz namoz o'qib Allohga duo qilishdek dinniy yoki taqvodorlik ish faoliyatlarini ko'rsatib qolmasdan, u yana boshqa nurg'un ishlarni ko'rsatadiganligini aytdi. Mən o'qish va taqvodorlikning munosabati temasi ustida qalam tavritilmasligi haqida bir qarorga kelolmay turganda, Mavdudi ismli ukamiz mening Bag'dash munbiridagi hayotning maqsadi va qimmati haqida degan temam ostiga mundaq bir parcha inkosni yozibdi. Naql. Bilimxumar aka, bu temangizga yondosh qilib islomdagi ibodat tuqumini sharhlab bir yozma yozishingiz umid qilaman, chunki Qur'onda Alloh insonlarni yaratishdagi maqsadining faqat o'ziga ibodat qilish ekanligini ta'kidlaydi. Butkul payg'ambarlarning vazifasimi faqat yaratquchiga ibodat qilishga chaqiriq qilish. Bizning yaratilishimizki maqsad faqat yaratquchiga ibodat qilish bo'lsa, undaqda ibodat bilan tirikchilikning o'tirsida qanday munosabati bor? Bu tarafi nurg'un yoshlarga qorong'u deb o'ylayman. Naql tugidi. Along Li Tran ismli yana bir ukamiz yuqoridagi inkosni qo'llab mundaq bir parcha inkos yozibdi. 35-qavat. Naql. Ustozga bergan taklifingiz nihoyat yaxshi bo'libdi. Islomdagi ibodat uqumi va insoniyatdagi tirishchanlik. Bundaq katta temadagi maqolaning ustozning qalamida muvaffaqiyatli chiqadiganligiga ishonman. Taklifingizga menmi ovoz qo'shdim. Ustoz bilimxumar apandim, o'ylashib ko'rsa bo'lg'udek qarshingizga ergashdim. Menmi sizga ergashib tavsiya qilaman. Naql tugidi. Men yuqoridagi ikki ukamizning inkosini o'qigandan keyin mazkur yozmani tayyorlash qaroriga keldim. Ya'ni mening bu temani tayyorlashimga shu ikki ukamiz turtki bo'ldi. Shu munosabat bilan men yuqorigi ikki ukamizga rahmat aytaman. Men yaqinqi bir mezgil vaqt ichida Amerikada yashaydigan musulmon dunyosiga tunilgan diniy zot O'yg'on, ya'ni o'zim qo'yib olgan ismning ko'plagan leksiyalarini hamda Amerika va chet eldagi har xil cho'ng yig'ilishlar va diniy qurultoylardagi dokladlarni angladim. O'yg'on apandim yosh chatdan 40'larga kirgan bo'lib, uning 4 qizi va 2 o'g'li bor ekan. Uning tegi Pokistonlik bo'lib, Germaniyada tug'ilgan hamda keyin Amerikaga ko'chib kelgan ekan. U hozirgacha 200 mingdan ortiq tanishuvchilarga bevosita leksiya va doklad so'zlab baqqan bo'lib, uning internetdagi leksiya va dokladlarni anglab baqqan kishilarni millionlab sanashga to'g'ri keldigan. Mən onun o'qish tarixi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lolmadim. Ammo uning leksiyalaridan, uning arab tiliga va Qur'on tafsirlariga intayin puxta bo'lishdan sirt, yana hozirgi zamon tabiiy fanlari va psixologiya ilmidimi xili cho'ng va cho'nqur bilimlarga ega ekanligi chiqib turdi. O'zining deyishicha, O'yg'on Amerika Nyu-York shahridagi bir oliy maktabda falsafa, psixologiya va insonshunoslik darslarni olgan ekan. U Amerikadagi bir oliy maktabda arab tili professori bo'lgan hamda 2006-yili arab tili va Qur'on tadqiqotining Bayinah instituti degan organni qurgan. U hozir shu institutning bosh lideri va yetakchi o'qituvchisi ekan. Iordaniyaning bir nupuzliq islom tadqiqoti markazi O'yg'onga dunyodagi ta'siri eng kuchli 500 nafar musulmonlarning biri deb nom bergan. O'yg'on dinniy saviyasi ancha yuqori bo'lmagan odatdagi kishilarga Qur'ondagi oyatlarni tushuntiradigan leksiyalardagi necha yuzni tanlab tayyorlab tarqatgan bo'lib, u shundoq qilib butun Qur'onni bir qatim to'liq o'tkazib bo'pti. U o'z leksiyalarida eng ko'p tilga oldigan bir ish Qur'onning inglizcha tarjimalaridagi xatoliklar va Qur'on oyatlari haqidagi kamtuk yoki xato tushunchalardan iborat. O'yg'on o'zining bir qancha leksiya yoki dokladlarida hozir butun dunyo miqyosi bo'yicha dinimizda saqlanayotgan bir ig'ir masala Qur'onning mazmunlari haqidagi xato va kamtuk tushunchalar ekanligini tilga ilib o'tdi.
Mən doktor Yasir Qazi bilan Uyg'onning faqat jinlarni, insonlarni faqat manga ibodat qilish uchun yaratdim degan oyat ustida to'xtalgan biror leksiyasi bormikin deb ko'p izlandim. Faqat yuqoridagi oyat haqidagi mazmunni tepish uchunla Uyg'onning 30 dan ko'p leksiya dokladlarini anglab chiqdim. Ammo toki mazkur maqolaning birinci qismini yezib bo'lguncha undaq leksiyadan birarni topolmadim. Lekin Allohning insonlarni faqat o'ziga ibodat qilish uchunla emas, yana boshqa nurg'un maqsadlar uchunmi yaratganligi haqida va Alloh uchun xizmat qilishning qandoq bo'lganligi haqida Uyg'onning bir qancha leksiya dokladlarini topdim. Hamda ularni qayta angladim. Natijada ibodat degan so'zning ro'za tutish, namoz o'qish, hajiga berish, Qur'on o'qish va zakot, sadaqa berish qatorliq taqvodorlik ish harakatlari degan ma'nosidan boshqa yana Alloh uchun xizmat qilish degan ma'nosi bor ekan. degan xulosaga keldim. Shuning bilan mazkur maqolaning birinchi qismida tirishchanlikni bayon qilib tamomlab, ikkinchi qismida ibodatning Alloh uchun xizmat qilish degan ma'nosi ustida to'xtalay deb turganda, Uyg'onning ibodat so'zining ma'nosi haqida to'xtalgan bir 5 minutlik leksiyasini uchirtib qoldim. Hamda go'har tepib olganda xush bo'lib ketdim. Aslida klassik arabchada ibodat degan so'zning ma'nosi ikki qismga bo'lindi ekan. Uning biri ro'za tutish, namoz o'qish, hajiga berish, Qur'on o'qish va zakot, sadaqa berish qatorliq taqvodorlik ish harakatlarini. Yana bir qismi bo'lsa qulluq ekan. Qulluq degan so'zning qul bo'lish, xizmatida bo'lish, xizmatini qilish degan ma'nosida tushunsak bo'laveradigan bo'lg'achqa, ibodat degan so'zi ma'nosining ikkinchi qismi Alloh uchun xizmat qilish ekan deb tushunsak butunlay bo'ldi ekan. Bu yerda men qarindoshlardan mundaq bir ishqa alohida ahamiyat berishini so'rayman. Ibodat degan so'z ikki xil ma'noga ega bo'lib qolmasdan, uning ma'nosi ikki qismga bo'lingan. Birinchi qismi taqvodorlik, ikkinchi qismi bo'lsa qulluq. Agar biz ibodat so'zini ishlatganda uning ma'nosining birinchi qismini ko'z tutib, ikkinchi qismini tushirib qo'ysak to'g'ri qilgan bo'lmaydi ekanmiz. Men maqolaning eng beshida mundaq 3 xil yoshlarni tilga olgan edim. Tirishchanlikda kuchlik, ammo ibodatda ojiz yoshlar, ibodatda kuchlik, ammo tirishchanlikda ojiz yoshlar va tirishchanlik bilan ibodatda bor, ammo o'zim boshqalar va millat bilan kori yo'q yoshlar. Ammo yuqoridagi mazmunlarning qolgan qismida men birinchi xildagi yoshlar ustida zodil to'xtalmadim. Uning sababi mundaq. Yer yuzida mundaq 3 xil yemish daraxti bor. Birinchi, osmondan yoqqan yomg'irning kuchi bilanla bir o'lik yerdan o'sib chiqib, o'zligidan yemish beradigan daraxtlar. Ikkinchi, yomg'irga taynibla yemish bermaydigan, ammo boshqalar ma'lum darajada parvish qilsa, anda yemish beradigan daraxtlar. Uchinchi, yomg'ir yog'simi va boshqalar parvish qilsimi yemish bermaydigan daraxtlar. İnsanlarning iymon etish ahvolimi ashundaq 3 xil daraxtga o'xshab qoldigan bo'lib, Uyg'onning deyishicha Qur'onda ana shundaq ma'lumotlar bor ekan. Ammo bizlar hozir yomg'irlarimi to'sib qo'yilgan va parvishlarimi so'lab qo'yilgan bir zamonda yashayotgan bo'lg'achqa, men gunohni daraxtga ortib qo'yishni zodil muvofiq ko'rmayman. Lekin men haliqi 3 xil yoshlarning birlasholmasligini qat'iy yoqtirmayman. Xuddi men o'zimning burunqi yozmalarida bayon qilganimdek, agar ular birlashmaydigan, qattiq uyushmaydigan, ularning hech qaysi buyurilgan yordamga erisholmaydi. Men maqolaning bir qismida tirishchanlik ustida to'xtalib, uning ikkinchi qismida ibodat degan qismi haqida mazmunlarni bayon qilaman. Birinchi, tirishchanlik. Mening bu qismda bayon qildiganim Uyg'onning o'zingizning kimligini bayqab oling degan temadagi bir leksiyasining asosiy mazmuni. Bu leksiya torlarda 2014-yili e'lon qilingan bo'lib, uzunligi 24 minut ekan. Men bu yerda u leksiyaning faqat o'zim muvofiq ko'rgan vatandagi Uyg'urcha torlarda mos keladigan bir qism mazmunni bayon qilaman.
Yaratquchimiz mushu dunyoda yashayotgan har bir odamga cheklik miqdordagi rizq va cheklik miqdordagi mas'uliyatni ato qilgan. Pul, do'stlarimiz, oilamiz, bilimimiz, bizga yangi bilimlarni o'rgatadigan kishilar, bizdan bilim o'rganadigan kishilar, bolalarimiz, qisqasi hayotimizga hamma yaxshi narsalarning hammasi yaratquchimiz bizga ato qilgan rizqlar bo'lib hisoblanadi. Uningdan boshqa yaratquchimiz har bir odamga cheklik miqdordagi qiyin o'tgan yoki mas'uliyatni buyurgan. Sizga ato qilingan vazifa fursatlar va menga ato qilingan vazifa fursatlar bilan o'xshamaydi. Alloh bizga Alloh ba'zida sizga fursat eshigini ochib berdi. Ammo siz u eshikdan mengib o'tishni rad qilsangiz, agar siz ashundoq eshikdan o'tsangiz nurg'un mukofotlarga erisha olasiz. Ammo siz ba'zida u eshikdan o'tolmaslikni tanlaysiz. Shuning bilan mukofotga erishishning o'rniga azoblanasiz. Hamda buning uchun Allohdan og'rinsiz. Qisqasi, hayotda har bir odamning o'z oldiga birdan ayrim o'rni bor bo'ldi. Har bir odamning o'z oldiga ma'lum iqtidordagi vazifasi bilan ma'lum miqdordagi fursatlari bor bo'ldi. Bu yerda mundaq bir savol tug'ildi. Nima uchun Alloh hamma odamlarga o'xshash miqdordagi vazifalar bilan o'xshash miqdordagi fursatlarni ato qilmaydi? Bununğa tövəndəki ayət cavab berdi. Ularga aytqın, hər bir adam özünün mayilliqi bo'yicha ishlashga urinib beqishi kerak. Uyg'urcha Qur'ondagisi har odam hidoyat va gumrohlikda o'z yo'li bo'yicha ish qildi. Psixologiya ilmi bo'yicha aytganda har bir odam ma'lum alayliklar bilan oldin programmalangan bo'ldi. Ba'zi kishilar chaqchaqchi keldi, yana ba'zi kishilar bo'lsa hamma ishqa jiddiy qaraydi. Bir qism kishilar tabiiy fanga moyil keldi, yana bir qism kishilar bo'lsa ijtimoiy fanni yaxshi ko'rdi. Kishilarning xarakteri bir-birinikiga o'xshamaydi. Alloh deydi, oldi bilan har bir odam Alloh o'ziga qanday talant va yoki yoshirin qobiliyatlarni berganligini bayqab olishi, ondan ashu talant yoki yoshirin qobiliyatlarni ishga solish yo'lida tirishishi kerak. Allah kishilarning mijoz xarakterlarini bir-birinikiga butunlay o'xshamaydigan qilib yaratgan. Har bir odam barliq tirishchanliklarini ko'rsatib, o'ziga yoshirin qobiliyatlarini aniqlab chiqishi, ondan o'ziga ato qilingan fursatlardan foydalanib, ashu yoshirin qobiliyatlarni eng yuqori darajada to'liq joriy qildirishi kerak. Shundaqla har bir odam o'ziga ojizliklar ustida g'olib kelish uchun tirishishi kerak. Bu oyatda ko'z tutilgani ayrim kishilar bo'lib, u intayin kuchlik oyatdir. Qur'onning yana bir yerida mushunga o'xshaydigan, ammo bir millat yoki bir davlatning ko'zda tutgan nihoyat kuchlik oyatdan biri bor. U oyatning ma'nosi har bir millatning ortiqchiliklari va ojizliklari bor bo'lib, ular o'z ortiqchiliklarini to'liq joriy qildirib, ojizliklari ustida g'olib kelishga tirishishi kerak. Shundaqla o'xshamagan millatlar o'zaro o'ginib, bir-birining kam yerlarini to'ldirishga tirishishi kerak. Har bir odamning yaxshi tarafimi bor, nachar tarafimi bor. Yuqoridagi oyatning ma'nosi har bir odam o'ziga ojizliklarni yengib, o'ziga ortiqchiliklarini eng yuqori darajada joriy qildirishga tirishishi kerak. Bu yerda yana bir savol tug'ildi. Odamlardagi bir-birinikiga o'xshamaydigan xarakterlar nerdan kelgan? Psixologiya ilmi genlik yoki irsiyatlik qo'shkazaklarni tadqiq qiladi. Ba'zi qo'shkazaklarning biri qizil rangni yaxshi ko'rsa, yana biri yeshil rangni yaxshi ko'rdi. Ba'zi psixologiya mutaxassislarining deyishicha, genlik qo'shkazaklarning mijozini ularning geni bilan ularning o'sib yetilgan muhit belgilaydi. Ammo geni o'xshash hamda bir uyda cho'ng bo'lgan bir jup qo'shkazaklarning mijozlari bir-biriniga o'xshamaydi. Ba'zida bir jup qo'shkazak o'g'il bolalarning biri velosipedni yaxshi ko'rsa, yana biri kemini yaxshi ko'rdi. Bundaq ahvollarning nima uchun yuz berganligini psixologiya ilmi bilan tushuntirgil bo'lmaydi. Ammo Alloh bu savolga keyingi oyat
albatta javob berdi. Ular senda ruhning mohiyati haqida so'rashdi degin. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. Ruh degan so'z bir qiziqarli so'z bo'lib, u xushalliq, ko'ngillik, rozimanlik va qanoat degan ma'nolarni bildiradigan bir so'zdan kelgan. Bu narsalarning hammasining manbasi bizning ichimizga qachlangan, uning nima ekanligini hech kim bilmaydigan ruhdan iboratdir. Dunyodan ikkisi bor. Uning biri yaralg'uvchilar dunyosi. Yana biri bo'lsa amr buyruqning dunyosi. Buning ma'nosi nima? Allah biz yashayotgan fizikalik dunyoni yaratgan bo'lib, bu dunyo bir qism tabiat qonuniyatlari bo'yicha harakat qiladi. Masalan, yerga urug' solsangiz, u birdamdala bir cho'ng daraxtga aylanmaydi. Uning bir daraxt bo'lib chiqishi ma'lum bir qonuniyat yoki jarayon orqali vujudga keldi. Ammo buyruq dunyosida bo'lsa, Allah bir ishni buyursa, u ish shu zamonla bir mukammal shaklga kirdi. Masalan, farishta buyruq dunyosiga tava, ruhmu ham shundoq. Umu buyruq dunyosiga tava. Qur'onmu buyruq dunyosiga tava. Buyruq dunyosiga tava narsalar ko'z ko'rinmaydi. Ular bizning tushunchamizdagi vaqtning cheklamasiga uchirmaydi. Ular bizning tushunchamizdagi orliqning cheklamasiga uchirmaydi. Ular bizning tushunchamizdagi hech bir jarayonning cheklamasiga uchirmaydi. Bu ikki dunyo ko'pincha vaqtlarda bir-biridan ayrilgan holda mavjud bo'lib turdi. İnsanlarning jismoniy badani yaralg'uvchilar dunyosiga tava bo'lib, bizdagi ruhiy omillar bo'lsa buyruq dunyosiga tava narsalardir. Bizning buyruq dunyosidagi narsalar haqida bildiganlarimiz intayin oz. Allah bizga oshkorlagan ozroq narsadan boshqasini biz tushunmaymiz yoki ko'rolmaymiz. Bizning mijoz xarakterimizni belgilaydigan, bizning ichimizga qachlab qo'yilgan bir narsa bor. Ammo u bizning u narsa haqida bildiganlarimiz intayin oz. Yuqoridagi oyatning ma'nosi siz o'z moyilligingiz bo'yicha tirishgan sari siz o'zingiz haqida ko'proq bilimga ega bo'la olasiz. Siz amaliy ishlarni boshlamoqcha o'zingizning kim ekanligini bayqay olmaysiz. Bu har bir odam asli ching tutishga tegishli bir muhim ishdir. Hozir bir qism yoshlar men nima ish qilsam bo'ldiganligini bilolmadim deydi. Hamda hech ish qilmaydi. U yerga berib maslahat oldi, bu yerga berib maslahat oldi, yana maslahat oladi va yana maslahat oladi. Ondan men 100 odamdan maslahat so'rsam 100 xil javobga erishdim deydi. Deganingiz to'g'ri. Siz 100 odamdan maslahat so'rsangiz 100 xil javobga erishsiz. Buning sababi insonlar individuallardan tarkib topgan bo'lg'achqa, ular sizga individual javoblarni berdi. Siz amaliy ish boshlamoqcha o'zingizning kim ekanligini bayqay olmaysiz. O'zingizning ortiqchiliklarini bayqay olmaysiz va o'zingizdagi ojizliklarni bilolmaysiz. Ishlashdan qo'rqmang. Amaliy ish boshlashdan, urinib beqishdan, sinab beqishdan va mag'lub bo'lishdan qat'iy qo'rqmang. Mag'lubiyat siz uchun foydali. U tomdagi mökülüp qolgan to'shiklarni echib berdi. U sizning qaysi jihatda texim tirishingiz kerakligini ko'rsatib berdi. Siz yaxshi qila oladigan ishlarni hamda o'zingizni texim taraqqiy qildirishga tegishli ishlarni sizga oydinlashtirib berdi. Siz amaliyotda bir ish qilib sinab boqmoqcha yuqoridagidek ishlarni o'zligidan yuz berdi deb o'ylab qolmang. Bu ruh buyruq dunyosiga tava bo'lib, u Allohdan keldi. Ammo biz yashayotgan bu dunyodagi hayot cheki yo'q hayot emas. Biz bu dunyoga yarilib, bu dunyoda umr ko'rib, o'zimizning qandaq ishlarni qila oladiganligimizni bayqab, ondan qiyirgacha yashayoladigan vaqtimiz unchula uzun emas. O'zimizga yushurun qobiliyatlarni bayqab, ularni ishga selib, uningdan yetarli natija yaratish uchun sarf qila oladigan vaqtimiz unchula uzun emas. Shunglashqa
bir qism ishlarni qilib sinab beqishdan qo'rqmang. Yaratquchimiz bizga har xil ishlarni qilishning nurg'un fursatlarini hozirlab bergan. Shunglashqa shu fursatlardan foydalanib yangi ishlarni qilib sinab beqishdan qo'rqmang. Igilik tiklashdagi yangi ishlarni sinab beqing. Yuqorqi pallacha o'qish jihatda yangi ishlarni sinab beqing. Yangi xizmatlarni sinab beqing. Buni qilsam bo'larmi, bo'lmasmi? Uni qilsam o'ngishib bo'larmi, bo'lmasmi? Uni qilsam muvaffaqiyatli bo'larmi, bo'lmasmi deb o'zingizga ishonch qilolmay yashasangiz, hech qanday ishni vujudga chiqara olmaysiz. Mag'lub bo'lishdan ansirashni to'xtating. Bir mag'lubiyat bilanla tushkunlashib ketishni to'xtating. Uning o'rniga o'zingizda qanday talantlar borligini aniqlab chiqish va ularni to'liq ishga solish yo'lida tirishing. Siz ko'nglingizdagi gumonni yo'qotib, amaliy ish boshlayotgansiz. Ajoyib esil ishlar vujudga keldi. Bir ishni boshlang hamda shu ishni eng yuqori darajada tirishib turib qiling. Hargizmi bir ishni boshlab ozroq o'ngsizlikqa uchragan hamon uningdan voz kechmang. Bu dunyo jannat emas. Ishlaringiz ba'zi kunlari yaxshi mangdi, ba'zi kunlari bo'lsa yaxshi mangmaydi. Hayot degan ana shundaq narsa. Nima ish bilan shug'ullanishingizning qat'iy nazar, uni o'zingizning borlig'ini atab va eng zo'r tirishchanlikni ko'rsatib turib qiling. Sizning cho'qim bir qancha o'zingiz eng ishonadigan kishilaringiz bor. Faqat shulardan maslahat so'rab ish qiling. Bek ko'p kishilardan maslahat olsangiz, siz ba'zi masalalarni hal qiladiganga biror chora topolmay, uning aksiga qo'lingizga ishni qilmaydiganga bir bahona tepib ishni tamom qilsangiz, maslahatni maqsadlik iling. Hamda o'zingiz ishonadigan kishilardan iling. Agar ishonchli kishilaringizdan bir qancha xil maslahatga erishib qolsangiz, o'zingiz birini tanlab qolgan ishni Allohga tavakkul qilib amaliy ish boshlang. Mana bu o'z-o'zini bayqashning unumli usulidir. Agar bu usulni o'zingizga yaxshi tatbiqlaydigansiz, hayotingizda o'zingiz uchunmi nihoyat esil ishlar vujudga keldi. Shundaqla siz boshqalar uchunmi ajoyib yaxshi ishlarni qilib bera olasiz. Uyg'onning o'zingizning kimligini bayqab oling degan leksiyasining mazmunini mushu yerda oxirlashtiray. Men bir qancha hafta ilgari turlarda e'lon qilgan hayotning maqsadi va qimmati haqida degan maqola mazkur maqoladagi mazmunlarni to'liqlaydigan bo'lib, men texi o'qib boqmagan qarindoshlarga shu maqolani bir qatim o'qib beqishni tavsiya qilaman. Men mazkur maqolaning keyingi qismida ibodat ustida to'xtalaman. Men mazkur maqolaning oldingi qismida jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim degan oyat ustida ozroq to'xtalib, ondan tirishchanlik degan o'qim ustida bir qism mazmunlarni bayon qildim. Maqolaning mazkur qismida bo'lsa ibodat va shuning bilan munosabatli bir qism yangi mazmunlarni tunishtirib o'taman.